Şərqi Türkistanda məsələnin köplüğü, ağırlığı, ciddiliği Uyğur vəziyyətini gözləyib kelyatqanlar üçün sır emas. Bularning ichida hammaga tunishliq bo'lgani Uyg'urlarning hokimiyatda qaror berish huquqi yo'qligi, yer osti, yer usti boyliqlaridan o'zlarining foydalana olmayotganligi, Xitoy ko'chman iqini bilan o'z zaminida nopos jihatda osonlik o'rniga tushib kelayotganligi, madaniy ma'rif jihatdan milliyligi chetga qilib xitoylashishga qistilayotganligi qatorlidir. Buningdan boshqa yaqinqi yillardan buyon bulupmu milliy ziddiyat keskinleşip, milletler ara toqunuşlar yüz berip, milliy isyanlar besiqmayotgan yaqinqi 5 yıldan bu yan şekillengen yana bir qism yangi ve ciddi meseleler var. Mesela 2009 yıldaki 5 iyul vaqasidan keyin yo'lga qo'yilayotgan milliy vaqalarni birtirab qilishda gumondarlarni naq maydonda sotsiz etib etish ve tutqunlarni ün-tinsiz g'oyib qilib etish masalasi. Xitoy hukumati bu masalalarni navbatda o'zining dunyodagi siyosiy va iqtisodiy kuchiga tayinib turib, ham Uyg'ur xalqining shikoyat qilishmi haqqi bo'lmasligidak chorasizligidan foydalanib turib, xalqaro qonunlar emas, o'z qonunlariga xilof ekanligini aniq bilib turib sodir qilyapti. Va bu qilmishini Xitoy xalqiga abadiy aminlik, davlat manfaati degandek shuvarlar bilan ideya jihatdan qabul qildiryapti. Ameliyatı qaraydigan bo'lsak, Xitoyning bu ijroatlari Uyg'ur xalqining jon bexatarligining bo'lmasligi, kishilik qadr-qimmatining dafsanda qilinishi oqibatini keltirib chiqamay, yana Xitoy jamiyatining tinchsizligi, Xitoy fuqarolarining jon bexatarligi qatorliq Xitoyning davlat manfaatiga bevosita vositalik ziyonlarni keltirib chiqaryapti. 28 oktyabr Tiananmen qo'rqiga hujum qilish vaqasi bilan 1 mart yuz bergan 33 kishining o'limi va 156 kishining yaralanishiga sabab bo'lgan Kunming vaqasi buning eng yaqinqi va hammaga ma'lum ikki misol. Xitoyning bu sotsiz o'lim va izdiraksiz yo'q qilib etishdan iborat bu yangi bexatarlik tadbiri navbatdagi millatlar aro munosabatni keskinlashtirib qolmasdan, yana Uyg'ur va Xitoydan iborat ikki millatni mangu billa yoki yonma-yon yashayolmaslikdek qo'rqinchli bir oqibatning urug'larini chechadi. Masalan, o'ylab boqaylik. Bir odamni hech qanday qonuniy rasmiyatsiz uyiga besib kirib tutib chiqib ketsin. Aile a'zolari soqchixonaga izlab borsa, nadligini debdamisin. 1 yil o'tsin, 2 yil o'tsin. Yana izlab borsa, bundoq odam yo'q, izlab boqayli deb javob bersin. Hukumat o'rinlariga bu haqda arz qilsa, jamiyat tartibini buzding deb tutib akilib, sulab qo'ysin. Toki 5 yilgacha tutqun haqida yo o'lik, yo tirik deb javob bermasin. Bu aile a'zolari bu davlatda o'zini qandoqmi bexatar his qila oladi? Bu aile bu davlatning o'zini qo'g'daydiganligiga qandoq ishonsin? Bu aile bu davlatni qandoq so'ysin? Yuqorqidek ahvol bir ikki oilaning emas, bir qancha 100 oilaning beshiga kelsa, bu jamiyatda qandoqmi tinchlikni saqlashdan so'z ochqili bo'lsin. Biz buning mumkinsizligini Xitoy hukumatiga ko'p qatim har xil yo'llar bilan yetkazdik va g'oyiblar oil tavobotiga darhol bir javob berishini talab qildik. Ammo Xitoy davlati bizni dushman kuchlar deb qaraganligi uchun taklif tavsiyalarimizga va ogohlantirishlarimizga quloq solmadi. Yoki salgan bo'lsa-mu javob bermadi. Ammo g'oyiblar oil tavobatlarining dard shikoyatlarini ta bugunga qadar ba'zi radiolardan hozirgacha anglayapmiz. Bugun sizlarga ko'rsatadigan ko'rinishlar, sizlar anglaydigan ovozlar dal shu oillarning o'z og'zidan elingan ma'lumotlar. Ba'zilar o'ylashi mumkin, Xitoyda axborot erkinligi bo'lmasa, bu kishilar bu gaplarni qandoqlarcha deyalaydi deb. Shundoq Uyg'ur rayonida g'oyiblar masalasidek jiddiy bir masala haqida xalqaro axborotga fikr bayon qilganlarni davlat maxfiyatligini oshkorlading deb darhol berib tutadi va so'laydi. Kishilar mana mushu xatarga tavakkul qilib turib, o'z dardlarini anglatyotadi. Ularning buni qo'rqmay xalqaroga oshkorlashining o'zi, ularning hayotda tortishadigan boshqa jiq narsasi qolmaganligi. Xapılık dastidan shu oilalar uchun turmining ichi va sirti orasida farq qolmaganligining alomati.
Texmi muhimi ularning xalqaro jamoatdan insoniy bir yordam kutayotganligini, dunyoda haq va adolat degan narsaning borligiga yana ishonayotganligini, umidining tamoman yo'qolmaganligining alomati. Şoňa biz Avrupa döwletlerini Xitay bilen bolgan dostluk diplomatik münasibetlerden faydalanıp, hem Xitay döwletiniň menfaati, yani Xitayning özü dewatgan ebedi eminligi noktası, hem Uygurlarga qarta insani yordam noktasından Xitay hökümetiga teklif sunup, gayiplar meselesini tez ve toğri bir taraf qilishga haydakchilik qilsa degan umiddamiz. Növbetde gayiplarning soni haqida Uyghur jamiyatida har xil ko'ch xabarlar bor. Hatta sonni bir qancha ming degichilarmi bor. Ammo Erkin Asiya radiosining Ürümçi shaharlik saqchi idorasining boshlig'i Wangning eg'izidan chiqqan so'ziga asosan taxminiy o'tirg'i qo'ygani 280. Fakat 5. iyul vaqasi bilan chetishlik g'oyiblar degan so'zga asosan taxminiy o'tirg'i qo'ygani 300 atrofida. Mazkur radio hozirga qadar bulardan 34 nafarning kimliklari, tutuluş, g'oyib bo'lish jarayoni va oilalarining ularni izlash jarayonini aniqlab chiqdi. Bular faqat g'oyiblarni izlashga iqtisodiy kuchi yetgan, muxbirga oshkorlashga jur'at qila olganlar. Tövende bu g'oyiblarning kimliklarini va oilalarining izlash jarayonlarini qisqacha tunishtirib o'tamiz. İmam Mehmet Ali, 24 yaş. 14 iyul günü ishik oldida tutib ketilgan. Ana Patigül G'ulam o'g'li tutulib ketib, 2 oydan keyin Lyodovan saqchixonasiga borsa, navbatchi xodim tizimlik qarab, Mechuan qamoqxonasida degan. U yerga borsa, bundaq kishi yo'q deb javob bergan. Patigül Ürümchidagi 10 qamoqxonaga bir-birlab berib o'g'lining uchurini olamagan. 8 ay o'tganda Patigül kichik 2 o'g'lini Mechuan qamoqxonasidan yangi qo'yib etilgan bir mahbusning uyiga avatgan. Sobiq mahbus mundaq javob bergan. İmam Mehmet Ali men bilan bir kamerda yotgan. Dastlabki 2 qitimliq so'roqdan normal chiqdi. 3-chi qitimliq so'roqdan chiqqanda mang'udek holi yo'qdi. Gondupaylar yo'lab akirib yotqizib qo'ydi. 3 kungacha bir narsa yemadi. O'rnidan tura olmadi. Oxiri saqchilarni chaqirib dedim. Ma balaning holi bexatar. Davolamасаңlar o'lib qoladi. Shuning bilan davolatqili chiqib ketdi. Ammo qayta akirmadi. Başqa qamoqxonaga yo'tkivatdimi yoki boshqacha ahvolmi qolganini bilmayman. Ana Patigül G'ulam bolasini izlash davomida saqchilarni tillaganligi uchun 7 kunlik qamoq jazosiga uchragan. Kundan kun ajizlab ketdi, shuningla men doktorxonaga chiqmasanglar o'lib qolib desam, ketgan shu peti biz bor kameraga aytchimadi akani. Deb shuna debdi. Jonimdan so'yab ketdim. Arzu umidlarni kutgan balamdan. Shu balamni o'zimda yo'q qilishdan demiş qo'ygandim. Tilniki aniqlashingda vaqt uchurjatda eng oxirgisi shu qamoqxonadan doktorxonaga chiqib ketdi degan gapdan boshqa uchur yo'q. Yo'q, topamiz. 3 yilning faqat men o'xshash bola davatgan, erin topolmayotgan, nurg'un esimli ba'da topamiz. Hech qanday esim oldimizga chiqmadi. Sizdan faraz qilsangiz qancha odam bor sizga o'xshash bolasi yutib ketgan yoki yo'lda yutib ketgan qancha odam bor shu voqeada? Men mush biladigandan 26-27 dak odamni bilaman. Balalarım yo'q deb ash bunganjiga berib ashad qushib, "Nimang yo'q, nim deb kelding? Sening men o'xshash dading varmi?" deb tonishib qolgan odamlardan. Aysajon Ahmet, 26 yaş. Ürümçi shaharlik 88-ci o'tir maktabining oshpazi. İşten sırt muzikant. 5 iyul günü eg'ir oyoq ayoli bilan Ürümçi xalq maydoni oldidan o'tib ketayotganda namoyishchilar bilan birlikda tutib ketilib, Shisen turmasiga oldirilgan. Ayoli shu kuni kechida qo'yib etilgan. Ammo Aysajon Ahmetning shuningdan keyingi ahvoli va nadligi ma'lum emas. Fransiya muxbiri o'tgan yili Qashqarga berib, onasi Tursungul xonimni bolasi haqida ziyorat qilgan. Naq maydonga 15 saqchi besib kirib, muxbirni uydan elib chiqib ketgan. Bir kun so'roq qilib, vizasini inovatsiz qilib etgan. Meni shu kun qo'yib bergan. Yo'lchingizni qo'yib bermadi. Yo'lchimni gap so'rab qo'yib birimiz deb qolgan jazim
Yo'q. ismi nima yo'lishingizning? Eysaja Ahmet. Qancha yoshda edingiz shu chog'da, shu yili 2009da? 84-yil tug'ilgandi. 25 yosh degan gap. Balangni bormi? Ha, hozir bir balam bor. Qancha yosh balangiz hozir? 2,5 yosh. Shu voqea yuz berganda unda siz ig'ir bo'y degan gapda undaqda. Ha, qo'sqimni barcha. Aysajon bolasini tiq ko'midi. Yo'q. Nabijon Ali 16 yosh. 2009 yılı 5. ayda Ürümçi Döngörük'te kol telefon dükkanı açkan. Telefon setiş ve telefon remote qilish mulozimati bilan shug'ullangan. 8. ayning 5. kuni o'zining Döngörük'teki kol telefon mulozimat dükkanından tutib ketilgan. Ardın 10 kun o'tganda, ya'ni 8. ayning 15. kuni atigan soat 10da yana bir mahbus bilan birlikda harbiy va saqchilarning nazoratida ko'chaga elib chiqilgan. Ve Ürümçining Uyg'urlar markazlik o'ltiraqlashgan Döngörük, Atbeygi meydani qatarlıq mahallelerini aylandırgan. Nabijonning dadisi ve akisi Nabijon elib mengilgan harbiy mashinasining orqasidan agishib mengib, Nabijonning didorini ko'rishga, ahvolini bilishga tirishgan. Ular harbiy mashinasining orqasidan motosiklet bilan agishib, toki qamoqxonagacha borgan. Ular akirib ketilgan qamoqxona Ürümçi noyilik qamoqxona bo'lib, Alijon qamoqxona va saqchixona xodimlaridan sazoyi qilinib akirib ketilgan o'g'ilning ahvolini so'ragan. Saqchilar Nabijon Alini bilmaydiganligini aytgan va bugun bundaq bir ko'cha aylantirishning bo'lganligidan tinib olgan. Tursunjon To'xti, 26 yosh. 15 iyul kuni ishlayotgan satrashxonasidan Qalg'ash saqchixonasi tarafidan tutib ketilgan. Akisining bayon qilishicha, Tursunjon shu saqchixonadagi Nurdin va Xo'ja degan ikki saqchi tarafidan so'roq qilingan. Refiya muxbiri saqchi Nurdinni ziyorat qilganida o'zining bundaq bir kishini so'roq qilmagan, tutmagan, hatto ko'rmaganligini aytgan. Saqchi Xo'ja bo'lsa, Nurdin ikkisi birlikda so'roq qilganligini, Tursunjonning keyin boshqa qamoqxonaga yo'tkab ketilganligini, ammo qaysisiga akitilganligini bilmaydiganligini aytgan. Nurdinmi? Ben şu Tursunjon To'xtini siz satrashxondan elib aketgan Qarlig'ash paysuga. Tursunjon To'xtini sizlar shu aketgandan keyin satrashxonasidan qayerga topshirib bergan tanda? bir satraş bir akışı var ki. Ha. Şeylik süzüştüde. Şu vaxtıda akısını akıp sözleşken biz bunun enisini şu vaxtıda şu büyüdü ağamış akısıdın. İlim nerede nemiş katıda tek şu inimli umudun hep şu vaxtıda akısıyla sözleşken. Sincan diyen balı biz mi körep bakmadık, biz mi udan tutup bakmadık o vaxtıda. Biz Xitoyning davlat amonlik saqchisi Nurdinning yuqorqi bayonlarining to'g'ri yoki xatoligini dalillash uchun Tursunjon To'xtining akisi Qurbonjon To'xti bilan so'zlashdik. Saqchida bu Nurdin bilan o'zini ko'rashdingiz, shundaqmi shu kunlarda? Köreşkeme. Ay özmeni apıra beşerken. Yine ben ekelim müşahit badep üzmana huzuyla nurdu yüzde açta digen çomanga. Hozir bunada tinib olib bordi bular. Nimiş kızadı bu ula kılgan değil mi? Olimjon Yelaji 17 yosh. 10 iyul kuni guzatchilik qilayotgan yerdan tutib ketilgan. Va shu kuni kechida 4 nafar qora kiyimlik saqchi Olimjon Yelajining oilasiga qurolliq besib kirib, uyini aqtirgan. Ular Olimjonning onasi va dadasining beshiga avtomat tanglab turib, uning ikki poy oyog'ini elib chiqib ketgan. Bu oyoqning nimaga kerakligi haqida ma'lumot bermagan. Yelaji va Qurbongul o'g'lining izdirikini qilib Beyjingga borgan. U yerdan majbur qaytirib ketilgan. Ürümçide balısını izleş jarayonida saqchilar bilan gap talashganligi uchun bir oila kishilari ikki kichik bola bilan birlikda 24 soat saqchixonada so'roq qilingan va dada Yelaji 3 hafta qamoqqa ilingan. Mehmet Barat 24 yosh. 6 iyul kuni Toshbuloq degan joydagi uyidan tutib ketilgan. Ota-onasi Sodixon va Baritaxon o'g'ilni izlashni to'xtatmaganligi uchun uy ijara beramaslik haqida mahalla saqchilari tarafidan uqtirish tarqatilgan. O'tgan yil 8 oyda ijaraga uy olamagandan keyin 15 kun mehmonxonada yetishga majbur bo'lgan. Oxiri Ürümchidagi yaymichilik tijoratini to'xtatib, yurtni Xotan Qarqashga ko'chib ketgan. Navbatda Qarqashda arz qilmaslik uchun nazorat ostida yashamoqda. Olimjon Abdurahim 35 yosh, savdogar. Astana nomli yezigilik mahsulotlari savdo shirkatining sohibi. 5 iyul kundagi voqea sababidan tijoratga borgan yerdan uyiga qaytib kelolmagan. Atsi ish o'rniga qarab ketayotganda saqchilar yo'l to'sib oldiga mang'uzmagan. Olim o'zining aldiraydiganligini bildirganda saqchilar "Amsa sanmi kel" deganicha tutib saqchi mashinasiga bosgan va qamoqxonaga elib ketgan. Olimjon shu kuni qamoqxonada turib ayoliga telefon qilgan. Meni gap talashdan debla akirib oldi. So'rab bo'lib qo'yib berishi mumkin degan.
Shuningdan keyin uchuri elinmagan. Sam telefonsu fakat ilinmedi. İlinmagan kim biz angizme aşı yodin Dunkan sang taraf qarab mangdım. Mangıp basam jimjit uyak bir vaqt Dunkan sang bir iş oldu misam yaqtaydı. Şu aşağıda ötürüp yansam bir ağaynisi oy nal mangdığı deydi. Oy müştaq bizim ağlı müştaq etdiyenler ne kadar telefonu köreşken bir vaqt telefon fakat ilinmedi desem. Oy menin qışımda bardı. Men yolda ütümen de barbinin qışığı bardı. Men öyge bana men ötkül koymamsa biz tünögünler öy kitamaymışa tuduk da başa dese. Merkezde bu şeyden erdi tatıp ekeplam deyip Allah'ım otukup kıçken şu kadar otukup koydu deydi. Şu yerden bir maşin kilip bulam aşı biri. Ekepti de başına deydi. Undaqda 7. ayının 6. günü bulamdı bu. Ertesi. 6. gün ertegen taraf bolgan iş. Bizim anlaşımızca sorak jarayanda bek uğrayıptı. Aşı burada 700 bunlar ütkiler men bili yattım. İşte kısmını sundur ütüptü. Şimdi biz takat bayanın aşı tapamadık. Turg'un Ubul Qasim, 29 yosh. Muhojirlar mehmonxonasining oshpazi. 9 iyul kuni ishlayotgan oshxonasidan tutib ketilgan. Oshxonaning pokistonlik xo'jayini Salfurat xizmatchisini izlab aloqador soqchixonaga borganda, "Sen bu ishga aralashquchi bo'lma" deb tahdid aralash ogohlantirilgan. Bu Salfarat efendi bulamdı. Shu. Mushu sizninki bu restoranda ishlagan bir bola mush 5-yil voqeasidan keyin g'oyib bo'lib ketibdi. Bu bolani siz ishlatib ekansiz. Shunga sizdan bir uqib baqayli degan to'q. Mushu bolaninki bir ahvoli haqida nimalarni bilsiz? Bu bola hozircha yo'q. Hozircha yo'q, hech qanday xabarisi yo'q. Shunda boshqa ahvolni hech qanday bilmaymiz. Siz soqchiga berib, "Mening xizmatchim, mening qo'l ostimdagi odam yo'qolib ketdi" degan chaqda sizga bir narsa deyish kerak ku bular. Hech qanday javob bermaymiz. Biz bor odam yo'q. Yo'q dedi. Shunda yo'q bo'lgandan keyin biz men bilmayman, men deyman. Hech nima qilamadim nima. Shu yo'qolib ketgan bola shu 5-iyul kuni shu sizning oshxonangizda ishlaganmi yoki shu sanshxon tarafda shu namoyish maydonida bormidi? Ya, biz aşkan iştiga, o bola hech qanday ketmagan. Men bilmam, biguna bo'lganligicha. Salfurat Turg'unjon Obul Qasimning gunohsiz ekanligi %100 ishindi desak bo'lamdi. Bo'ladi. Abdurrahim Sidiq, 25 yosh. Mashina remontxona sohibi. 5-iyul kuni oyoq setvilish uchun uydan chiqib ketgan. Shu kuni soat 4 mezgilda ayoli bilan telefonda bir qatim so'zlashgan va shu telefonda o'zining do'nko'rik tishganligini aytgan. Shuningdan keyin u haqida oilasi hech qanday uchur olmagan. Oilasi uning shu kuni etilib ketganligi va jasadining ko'ydirib etilganligini faraz qiladi. Bazar ketken ayağımda şu bazar ketken tiklam kat işlerden ketken. Ha. Tam şu ketken tikkenmedi. Sınav kadın kapatmasman uqmaymayın ıqlam. Shu kuni 5-iyul kuni siz bir telefonda ko'rashmadingizmi, ko'rashmaganmi? Saat 7'den şu az mevzikiler açtığın şansı bir şey tuttu diyen için telefon kısam telefon kaç şey ilinmedi. Bir keş saat o telefon kısam ilinmay şu kızlam yok olan şey hazırlık şey yoktu. Şu yukarı ketkenin tartıp ışkıp kaçacak yani bazı kızlar hiç nereden kavrında düşüm alıp. Abdug'ani Abdulaziz, 29 yosh. Kompartiya a'zosi. Burun Qarqash noyisining bir yezisida kent sekretari bo'lib xizmat ishlagan. 2006-yili Urumchiga ko'chib kelib, uy-mulk tijorati bilan shug'ullangan. 7-ayning 31 kuni 7 nafar Xitoy soqchisi uni Urumchidagi Xinhua Janubiy yo'li 56-nomer 5-bino 602 nomerlik uyidan tutib ketgan. Soqchilar uni tutganda uning yangi Santana mashinasi va 2600 yuan naqd pulini ilib ketgan. Mahaldagilarning oilasidagilarga bildirishicha, u tutilishdan 2 hafta burun shaharda navbat turayotgan soqchilarga qo'g'in tavus sovg'a qilib, o'zining partiya va hukumatga bo'lgan sadoqatini ifodalagan. Ammo bu sadoqatmi uning tutilish va g'oyib bo'lishining oldini ola olmagan. Uning inisi Ro'zmamat 3 yil ichida Qarqashdan Urumchiga 20 qatim borgan. Anvar Turdi, Aqsu Avatning Aybaq yezza Töven Kelpin kentidan. Ayni chaqda Urumchida ishlamchilik qilayotgan akufkulardan Anvar Turdi bilan Emin Turdi ilgari keyin bo'lib 6 va 7-iyul kunlari tutib ketilgan. Emin Turdi tutilib bir haftadan keyin Aqsu Avatga yo'tkalgan. 4 oydan keyin qo'yib berilgan. Avatdagi doiralar Emin Turdini oilasiga topshirgan kuni Anvar Turdi azroq bir ishlarni ko'rib qolgan bo'lg'achqa Urumchida qolganligini, yana 8-9 oylardan keyin qo'yib berilganligini aytgan. Avatdagi doiralar oradan 2 yil o'tganda qilgan so'zlardan tamoman tinib olib, Anvar Turdining iz derikini faqatla bilmaydiganligini aytgan.
qolgan akangizning ko'rib qolgan ishi o'sha jamiyatda sirtda 5-iyul voqeasida ko'rib qolgan ishni debdimi yoki qamoqxonaning ichida ko'rib qolgan bir ishlarmikan? Ular gap qildi shu to'da bir ishlar kirib qolgan o'xshaydi. 8-10 yil o'ynagan qiyin kirib qoldi erkaklarga deb 2 yil bo'lgan ketdi. Uqmaymiz deb turibdi. Undaqda saqchilar Anvar Turdin tutqini kirgan chaqda shu vaqtning o'zida sizlarga telefon qilgan gapmikan? Shu apa Allah yeni çorap çıktı saksınega. Peşi uğur kapatacağımız ya tutu uygununu sap şu tutuklar. Ekiplerdi. Peşimiz kapatacağımız ne var ki bizimki yaxşı edemdi. Allah'a emanet. Hoş diyen gap şu oldu hiç kayıtlar tuttum önce. Mehmet abla Abdurrahim 18 yaş. Qağlıq nayisidan Ürümchiga ish izlab kelib 4 kundan keyin 5-iyul voqeasi yuz bergan va 6-iyul kuni saharda turayotgan uyidan tutib ketilgan. Dadisi Erkin Asiya radiosiga ma'lumot bermaslik haqida ogohlantirilgan. Uning rasmini Refiyaga yo'llagan kompyuter mulozimat xodimi bir hafta qamoqda yotgan. Ablajon Sulaymon 19 yaş. Qizilsu Avtonom oblasti Aqtu nayisining Barin yezisidan. O 5-iyul voqeasidan bir oy ilgari Ürümchiga kelgan. Voqeadan bir kun keyin Otbaygi maydoni 6-ko'chadan tutib ketilgan. Amantay Jumatay, Qozoq, 39 yaş. Şəhərlik qatnaş idarəsi avtobus kolonunun sabiq şoförlərindən biri. Amantayның dadısının bildirişçə, Amantayның qaçan, qayerdə, qandaq g'ayib bo'lganligi haqida hech qandaq uçur ma'lum emas. Ma'lum bo'lgani faqat Amantay 5-iyul kechda ota-onasini yo'qlab kelgan. Bu chaqda ota-onasi uyda bo'lmag'achqa bu binodan ketib qolgan. Jumatay o'g'li haqidagi bu eng oxirgi uchurnimi o'zi o'ltiraqliq binodagi qo'shnilaridan uqqan. Növbətdə Jumatayning gumoni o'zlari uyda bo'lmaganligi uchun Amantay mazkur qo'rovdan ayrilib, Ürümchining yana boshqa bir rayonda o'ltirishliq hadisning uyiga qarab yo'l olgan va bu jarayonda tutilgan yoki balo qazoga yo'liqqan bo'lishi mumkin. Abdusamat Ablat 23 yaş. O 5-iyuldan 10 kun avval Ürümchiga ish izlab kelgan. 5-iyul kuni mehmondorchilikka borgan. Bir tuqunning uyidan chiqib ketgunicha oilasi uchur olamagan. Ailesi oxirgi qitimda bultur 9-oyda Ürümchiga kelganda saqchilar hozircha ba yoki yo'q deb javob bera olmaydiganligini, yuqoridan buyruq kelganda ondan o'lik yoki tirikligi haqida ma'lumot beradiganligini aytgan. Aytqozi Hasanbek, Qozoq, 26 yaş. 7-iyul kuni Tianshan rayonidagi o'ltirishliq oiliklar binosidan tarlik bilan sirtqa havolang'ili chiqib ketgunicha qaytib kelmagan. Kech soat 7larda opasiga telefon qilib o'zining Baxulyang saqchixonasida tutib turilayotganligini aytgan. Onasi bu saqchixonaga borganda saqchixonadagi xodim shu kun tutilganlarning hammasini qurolli qismning kelib yo'tkab aketganligini, saqchixonaning hatto tutqunlarni tizimlashga ulgurmaganligini aytgan. Oila o'g'li haqida mana mushningdan boshqa hech qanday uchurga ega bo'lmagan. Shuhrat Osman 24 yaş. AqsuningOvat noyisidan. Bir yezning yordamchi saqchisi 5-iyul kuni Ürümchidan davolanayotgan dadisiga tamoq akilish uchun sirtqa chiqqanda saqchilarning tutquniga to'g'ri kelib qilib tutib ketilgan. Hozirgacha qaysi qamoqxonaga akitilganligi haqida uchur yo'q. Shuhrat Osmanning onasiOvat noyilik sotning 29 yillik sotchisi. Dadisi Osman noyilik plan komitetining muavin idora boshlig'i bo'lgan. Bovisi bir yezning sekretari, momisi noyilik arziyat idorasining pensiyaga chiqqan kadiri. Tağısı növbətdə naillik hökumətdə işxana müdiri. Bir ailədən 3 avlod kishi hökumət üçün xizmət qılğan. Amma vaqənin səzgürlüyü səbəbindən ularning yüz xatirəsi g'oyib o'g'lining uchurini elishga yaramıgan.